G'eni Boturning qaytadan yasalib jo'ndalgan, atrofi avatlashtirilgan qabrgohini echish murosimi 13-sentyabr kuni o'tkazildi. Abdurish Turdiyevning bildirishicha, Cumhuriyetlik Uyg'ur madaniyat markazining rahbarlari qo'l ostidagi Baglar kengashi orqali barliq yigit boshlariga murosimni hozircha to'xtatib qo'yish bo'yicha buyruq berganiga qaramay 200 dan ortiq odam qatnashdi. Murosimda so'zga chiqqan sobiq Sharq Turkiston Milliy armiyasining kapitani, ataqliq yozuvchi Masimjon Zulfiqarov, Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligining sobiq raisi Abdurashid Turdiyev, shoira Tashkil Izyarova, Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birligining raisi Rishad Aznabaqovlar so'zga chiqdi. Tashkil Izyarova G'eni Boturga bag'ishlab yozgan she'rni o'qidi. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Muqaddas muhim ishlarda guvoch bo'lib o'tirmiz. Menakam 1981-yili vafot bo'lgan edi. Bunga 5 odamdan iborat komissiya ziyarkan boshliq general Tursun Xaltoshib, Bashir Vahidi, Masimjon Zulfiqarov 5 odamiz. Shu vaqtda kechikib endi kelib beshni o'rnatdi. Mana javoblar remont bitikda ishlayotgan kraskili uchib ketdi. Mana bu yerda so'zyapti, mana bugun qaytib. Menakamning vafot bo'lgan 30 yil munosabati bilan bugun buning mitingini o'tkazyapmiz. G'eni Boturning haykalining oldidagi toshga yozilgan o'z elimning bayrog'ini ko'tardim, xalqing uchun kurashganda vatanda menga o'lmas G'eni Botur ataldim, azoblikni so'ygan inson qalbida degan mushu bir ko'pyet she'ri misralarni o'qigan cho'ng kichik hammaning qalbidagi vatan sevgisi, milliy ruh, milliy g'urur qaytadan uyg'ongandek, kuchlangandek bo'ldi. G'eni Boturning o'g'li Yarmuhammad marhum otasiga ko'rsatilayotgan bu hurmatga cheksiz minnatdorligini bildirish bilan birga otining chirig'ini yandirish uchun Uyg'ur elidan Qozog'istonga ko'chib chiqqanligini qisqacha aytib shunda dedi. Mening dadamdan shunday hurmatlab, o'zchilik qilganlaringizga ming rahmat deb aytaman. G'eni Boturning otasi. Ben Lanju degan yerda tug'ilgan ekan. 54-yilda. 54-yilda 9-yilda Lanju tug'ilib, 55-yilda G'uljuga kelgan. 55 65 emas, 55 adam chiqib ketadi. Men aşı G'uljuga qolgan 6 oylik vaqtimda. Men ishkimanni adamning to'pib ishkimanni o'sha adamning shirog'ini yaqay deb kelgan ishkimanni o'sha o'ralman bo'ldi. Bu programmani Erkin Asiya radiosi uchun Almutidan Abdulla tayyorladi.